Sezar emas-da, Sezar deb nomlamanglar. Buxoroliklarning aytishi bo'yicha mantini devonasini aynan shu joyda qilishar ekan. 42 yildan beri kuniga kamida 7000 ta, 8000 ta manti sotadigan Chorboq Hasani bitta obzor qilib beraman sizlarga. Aytgancha Sebastianni ham dodasini biza qilamiz deb karillashdi. Ko'ramiz, buxoroliklar haqiqatan shu zo'rmi yoki marketing qurboni bo'lasizlarmi? Mantilar Sebastianlardan oldin salatlarni yeb ko'ramiz. Nima gap nima so'z? Sezardan boshlaymiz. Iltimos sizlardan restoranlar birinchidan podacha chiroyli-ku, lekin noqulay aralashtirishga bu bir. Ikkinchidan, bu Sezar emas-da, Sezar deb nomlamanglar. Mayonez, ustida parmezani yo'q. Sezar emas bu salat. Buni boshqacharoq nomlanglar, yaxshi bo'ladi. Mana bu salat yoqdi, lekin kivi bilan sechtaniyasi однозначно men uchun yo'q. No, kivini olib tashlab, o'zini yana bir marta zakaz qilgan bo'lardim. Qo'ziqorini, bodring, pomidor, go'sht, takoy zo'r sechtaniyani beryapti. Bungacha men ozgina so'yli sousini qo'shaverdim. Buxoroga kelgandan keyin Buxoroni va g'urisini yemasam bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi bo'tqa va g'urisiga baho beramiz. Shu gap bechara Aziz Toshkentda o'pishadigan odamga Buxorodagi bilan o'pishadi. Mol go'shtidan va g'uri yaxshi. Ja, sochni emas u yaxshi. Lekin qo'y go'shtini va g'urisini-chi, yeysizlar-yu, pul olgan deysizlarmi, boshqa deysizlarmi, Buxoroliklar обязательно va g'uri yegani bu joyga kelib ketinglar. Ayniqsa men bu qo'y go'shtidan nastoящий va g'uri bomba. Mantili keldi, lekin ungacha sizlar mana qattiq qaranglar. Navoiyda Zarmitan degan joy bor ekan, o'sha yerda maxsus bo'lib uchun qilinar ekan bu qattiq. Mana qarang. Ko'rasizlar? Ya qoyla. Mana shunaqa ustidagi qaymog'ini kim yaxshi ko'radi? Yozinglar kommentariyada. Podachani qaranglar. Michelin yulduzida ham bunaqa podachalar yo'q. Qani voy yuqaligini qaranglar mana mantini. Bu kafe 42 yildan beri ishlab kelar ekan va faqat erkaklar, faqatgina qo'lda tayyorlar ekan bu mantini. Ishoninglar, mantini yeysizlar-yu, otinglarni esdan chiqarib qo'yasizlar. Bilin, bashshi. Pul oldi deysizlarmi, qarg'aysizlarmi, boshqa deysizlarmi? Men Toshkentdan kelaman yana shu mantini yegan. Ularda ham cheesecake, ano fruktoviy sho'rva qilib olib kelar ekan. Shuning uchun men alohida so'radim. Sizlarga bitta savolda, nimaga men shu dopinglarini ustiga qo'yadigan men bu achichusini yaxshi ko'rasizlar, cheesecake o'zini-chi, mana hamma yeyish kerak-da. Cheesecake o'zi bomba. Alohida men bu dopinglasiz menimcha. Lekin shokoladli Nutella deshda, Nutellani prям mazasi sezilmayapti. Bunga sut qo'shishadi, buni tayyorlashadi-ku, ko'proq qo'shib olishgan menimcha. Lekin именно cheesecake alohida вообще bomba. Молодцы. Shuncha yegan ichganim arzimagan, $100 bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Qimmatmi, arzonmi? Lekin mantini haqiqatan devonasi shutda ekan. Bilasizlarmi? Вообще yorvor ekan. 42 yil oldin oddiygina uyda qilib boshlashgan joyi hozircha ko'ringlar qanaqa darajaga chiqarib yuborishibdi. 2 etaj joy, hovlida, fontanli deysizlarmi, letka deysizlarmi, ular mazza qilib o'tiradigan joy qilib qo'yishibdi. Ishidagi rivosh. Lekin Toshkentda ham bularni aynan mantiq qiladigan filial ochilgan ekan. Men albatta tez kunda ushatgan boraman-da, solishtirib ko'raman. Chunki ko'pincha filial ochsa, asosiy joyda zo'r bo'ladi, filial sal mundoroq bo'ladi. Ko'ramiz. Buxoro bilan Toshkentda sifat bir xilmi, yo'qmi? Reaksiyani, layklarni ayamaysizlar. Yana buxoroliklar qatiylarni obzor qilib bering.